Graf Monte-Cristo. Bu kitob ko'plar kutgan durdona. U jahon adabiyotidagi eng sara asarlar ro'yxatiga kiradi. Garchi Graf Monte-Cristo yaratilganiga bir necha asrlar o'tgan bo'lsa-da, undagi ulug'vor g'oyalar, o'lmas tuyg'ular, orzular va armonlar talqini sira o'z ahamiyatini yo'qotmaydi. Asarning bosh qahramoni dengizchi Edmond Dantes kema kapitanining o'lim oldi vasiyatini bajarish maqsadida Parijga xat bilan keladi. Portga kelgandan so'ng Dantes qo'shni qishloqdagi Mercedes ismli qizga uylanishni niyat qiladi. Lekin dushmanlarning harakatlari sababli u If qasriga qamaladi. U yerda Dantes Abbot Fariya ismli inson bilan tanishadi. Fariya g'oyat katta xazina ko'milgan joyini biladi va o'limidan oldin bu sirni Dantesga ochadi. Dantes qamoqdan qochadi, xazinani topadi va dushmanlaridan qasos oladi. Edmond Dantes Monte-Cristo razolat botqog'iga botgan insonlarni zo'r matonat, aql-idrok bilan fosh etadi. Jazo ham, mukofot ham Allohning irodasi bilan inson tirikligidayoq uni benasib qoldirmasligi roman nihoyasida aksini topadi. Faqat buning uchun graf ta'kidlaganidek kutmoq va umid qilmoq kerak.